Aziz do'stlar, pul topar mashinaga qiziqadigan akalarimiz bormi? Aynan sizlar uchun mana bitta zilni sizlarga zo'rdan ko'rsataman. Tayyorgan ekan, bez xarajat olasizlar, mazza qilib haydaysizlar. Eng ko'pchilik birinchi ochilib, aziz do'stlar, baloniga qiziqadi, olgandan keyin balon almashtirmayman deydi. Qaranglar, balonlargacha zo'r holatda turibdi. 4 ta baloni ham ideal holatda, baho beringlar. Zo'r holatda turibdi. Bu zilimizda aziz do'stlar, hamma narsa qilingan, gazlarigacha tayyor. Olgandan keyin hech qanaqa xarajat qilmaysizlar mana. Mortlarni ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib qo'yishibdi. Endi bitta salon ichi bilan ko'rsaman, bitta baho berasizlar. Akamiz akkuratni minib yurar ekanlar, lekin zilni ichini qaranglar. Tomlarigacha polni perichashka bo'lgan. Audio sistemalar Pioneer turibdi. Tayyorgina mashin olgandan keyin mana mazza qilib akkuratligini haydaysizlar. Bitta polikchaga baho beringlar, qaranglar. Qanaqa tozagina holatda turibdi mashin. Keyin ko'pchilik mana motor bilan ko'rsatamiz, aslan radiatoriga qiziqadi. Azizlar, radiator hali yangi deyaptilar. Motorda ichini bitta ko'rsatsam, o'sha zilchi akalar polni tushunishadi, aziz do'stlar.